qachon boshlagan bo'lsa, shu oydan boshlab. Keyingi oyda stoldan bo'lingan ikkinchi tartib shoxidagi tikonlar olinadi. 3-oyda hosil berayotgan mana bu yangi chiqqan novdalardagi tikon olinadi. 4-oyda eng uchigacha bo'lgan tikonlar olinadi. Yo'q, shu nimadan? 4-oyda. 1 oy ichida. Yo'q, 4-oyda birdaniga tikonni butun uchigacha tozalab qo'yish yaramaydi. Qadrdonlar. Ko'chat olganinglardagi yog'ochlarni birinchi marta olganingda shuni olasiz. Uyingizga kelganda chiqqan novdalar keyin shoxga aylangan bo'ladi-da. Mana bu novda. O'tgan yilgi shox. O'sha novdalardagiga tegmay turasiz. Birinchi stolni tozalaysiz. Keyingi oyda 2-haftasida ikkinchi tartib shoxlardagi tikonlarni olib chiqasiz. 3-oyda keyin mana bu novdalarni tozalaysiz. Birdan o'tirib olib tozalab qo'ymang tagidan. Yelimchi ketib qoladi. Birdan tozalab qo'ysa yelimchi ketib qoladi. Shuning uchun bekarga uni 6 oyga yozganim yo'q. Bormi shunaqa? 10 oyga yozganman, hattoki 10 oy. 10 oy har oyga yozganman. 10 oy terilaveradi. Bitta savol beryapti. Misli preparat sepiladi. Bir mavsumda 10 marta deb yozib qo'ysam, har oyga yozib qo'yibsiz deydi. Har oy sizga eslatish uchun yozib qo'ydim dedim. Ustoz buni har oy yozibsa deydi. Har oy yozmasa esdan chiqib qolyapsizlar-da. Men sizlarga ana kitob berdim, olib kelmabsizlar-ku. Men qaychim olib keldim. Esingizdan chiqib qolish uchun har oy ta'kidlab yozib qo'ydim. Har oy shu matnni kopirovat qilib qo'yib chiqdim bu yerga. Endi savol bormi? Boshqa? Ha, ustoz. Shu to limon tukkuncha turadi. Limon tukdagi qaychilaymiz, shundaymi? Limonni terayotganda qaychilaysiz. Endi Yo'q. mana har haftada mana aytyapmiz, shunda 3-haftasida shuni olib olib tikon olinadi, 2-hafta, 3-haftasida shuni olib tashlaverasiz. So'lgunicha kutamizmi shuni? Nima degancha? Ana shu so'lgunicha, shu bitta limon bo'lsa ham. Gullaydi-yu mana, gullaydi, hosil bo'ladi. Hosilda gullamadi deydi. Gullamasa tegmang. Gullamasa turib tursin. Sabab bu ham ona popi yildizlarni ishlatish uchun kerak so'ruvchi-da bu ham. Meva qilmasa ham tursin. Shu may oyidan boshlab keyin olaverasiz buni. May, aprel may, iyun oyidan boshlab olaverasiz. Xo'ja aka, mana bizdagi shu yil bo'lmadi-ku limon. Hozir bosh Yo'q, yangi ekkan odamlar mana Faridbek o'tgan olmen deganman. Bu yil ham olmen deb turiblar. Sababi bu hosil popik yildizlarda so'ruvchi novdasida bu. Popik yildizlarni ishlatib turish uchun bu kerak bo'ladi. Ana shu yangi limon xona tashkil qilgan odamlar olmay turinglar 2 yil 3 yil. Shuning uchun men hammaga mendan ko'chat olayotgan odamlarga 2 yil $1 haqqim bor, 2 yil avreskani o'zimiz qilib beramiz deyman. 2 yil o'zimiz qilib beramiz deyman. Shundan keyin olasiz. Shunda oxirgi martasida tushuntirib ketamiz. Endi aka buni olib turing deyman. Endi buni tagida ikkinchi kategoriyalik bo'ladi. Mana ikkinchi kategoriyaligi mana. Ikkinchi kategoriyalik mana. Buni farqi sal undan uzunroq bo'ladi. Buni razmeri 20 sm dan 35 sm gacha bo'ladi. Mana. Buni vazifasi o'ziga o'xshagan 3 yil xizmat qilib beradigan ona novda chiqarish hamda 1 yil xizmat qilib beradigan ona novda chiqarish buni vazifasi. Bu ham hosil beradi. Ana 1 yillik bilan teng hosil beradi. Bu ham gullaydi. 5 marta gullaydi 1 yilda. 5 marta gullaydi. Bu bizni hosil olishimiz uchun ishlaydigan novda bu. Bu haqida ko'p savol bo'lmaydi. Bu savoli ham yo'q, buni gapi ham ozgina mana. Doim o'ngkesi bo'ladi buni mana. Orqa tomoni mana, oldi tomoni. Bu doim tepaga bunday bo'lib turadi mana. Yotib turadi, tikka turmaydi, perpendikulyar, bunday turadi doim. Keyingi novda turimiz o'rta o'suv novda. O'rta o'suv novdan ko'rganmisizlar? Hozirgi bir ona novda ikkala turini ham tagida albatta mana o'rta o'suv novda bo'ladi. Mana. Hozir kesib tashlab yubordimmi? Mana bo'g'ini bor buni ham. Mana o'rtasida ko'rsanglar. Bo'g'ini bor narsa novda o'rta o'suv novda deyiladi. Bo'g'ini bor. Endi bu ham ikkiga bo'linadi. Birinchi kategoriyalik hamda ikkinchi kategoriyalik. Birinchi kategoriyalik o'rta o'suv novdalar mana. Mana. Buni ham o'ngkesi bor mana. Orqa tomoni
oldi tomoni. Ko'ryapsizlarmi? Orqa tomoni oldi tomoni. Bunday turmaydi bu. Bunday turadi mana. O'sha 45 gradus, o'sha gradusda turadi bunaqa tikka perpendikulyar turmaydi. Burchak ostida turadi bunday. Ya yotib ham turadi, bunday bo'lib turishi ham mumkin, bunday bo'lib turishi ham mumkin. Bu qayerdan o'rta sunovdan ajratamiz? Buni bo'g'inlari bo'ladi. Mana. Har 20, mana shu yerda ona nog'dalar turibdi. Ko'ringlar mana 1 yillik ona nog'dalar mana. 1 2 3 4. Bu ham ona nog'da mana. 5 mana. Ashlar hosil. Endi bu yog'i mana bo'g'in qaranglar mana. Bo'g'in. Mana yana bo'g'in mana. Mana yana bo'g'in. Bo'g'inni 5 sm dan 35 sm gacha bo'g'in ajrataveradi. Mana unda 5 sm dan ajratgan ekan 3 ta mana. Bitta, 2 ta, 3 ta. Bu yoqqa mana ketyapti. Buni bo'g'ini mana keyingisi mana. Qarang. Mana shu oraligan mana 30 bormi 25? 25. Maytlari mana 5-6 mana. Mana shu birinchi kategoriyali o'rta sunovda mana. Buni o'nkasi bor mana aytdim. Mana orqa tomoni, mana oldi tomoni. Buni vazifasi nima? Bu ham hosil beradi. O'zidan shunday bakteriyadan gullab turib hosil beradi bu ham. Bu eng qimmat novda. Bizga kerak novda bu. Xamir qiladigan odamga un kerak-ku, to'g'rimi? Un bo'lmasa xamir qila olmaydi-da. Xamir qilish uchun un bo'lish kerak. Droja, suv, shakar bo'lgan bilan, g'alvir bo'lgan bilan un bo'lmasa bo'lmaydi. Xamirni droja bo'lmasa ham qilib bo'lmaydi. Lekin elak bo'lmasa qilsa bo'laveradi-da. Lekin mana novda eng qimmat novda. Mabodo bitta abrezchi kelib, mana shu novdangiz kesib tashlasa bekardan. Mitga berib yuborsanglar bo'laveradi. Bu biz mana shu uchun boqyapmiz buni. Mana shu novda uchun boqyapmiz buni. Eng qimmat novda. Bundan ham qimmati bor. Mana qaranglar mana. Ikkinchi kategoriyalik o'rta suv novda mana. Hamma ko'ryaptimi? Buni o'nkasi bo'lmaydi buni. Hamma tomondan qaraysiz, bir xil turaveradi mana. Bir xil. Sababi bu perpendikulyar o'sadi. Darsimizda kimdir birov savol berdi. Bu novdaga nisbatan perpendikulyarmi, yerga nisbatan? Yerga nisbatan perpendikulyar bo'ladi. Bu novda bunday tursa ham chiqaveradi, bu tepaga qarab. Bunday tursa ham chiqaveradi. Perpendikulyar degan 90 gradus degani-da. Bu bunday bo'lsa 90 gradus bo'lmaydi-da bu. To'g'rimi? Perpendikulyar yerga nisbatan perpendikulyar. Shuni hisobiga buni o'nkasi yo'q. Hamma tomoniga yaproq chiqaraveradi. Bu eng chiroyli, eng go'zal nima? Novda. Mana. Buni hamma daraxtlardan ko'rishimiz mumkin. Bu nimaga ishlaydi? Atrofinglardagi limonlarga bunday qaranglarda bir qator. Bir xil bo'lmaydi-da bu. Bu limon bir xil turmaydi. Bir tomoni o'sib ketgan, bir tomoni o'smay turib oladi. Bormi shunaqa? Bir tomoni o'sgan mana, bir tomoni o'smay turib oladi. Nimaga shunaqa bo'ladi, bilasizmi? Limonning to'qimasi to'g'ri to'qima bo'ladi, to'g'ri. Bexini to'qimasi uzum bilan bexiniki aylanma to'qima bo'ladi. Buni tushuntira olmayotgan bo'lsam, tushunishinglar uchun osonroq misol aytaman. 10 ta qalam tushasanglar, tikka turgan qalam, tikka turgan bo'ladi. 10 ta arg'amchini ushlab burab qo'ysanglar, buralib qolgan bo'ladi. Limonni to'qimasi qalamga o'xshab to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun bir tomoni o'sib ketaverishi mumkin, bir tomoni pakana bo'lib turishi mumkin. Shuning uchun limonga lunka qiling deyman. Ba'zi bir aqlli odamlar bor. Bir tomondan unaqa soldim, bir tomondan bunaqa soldim. Yo'q, unaqa emas. Lunka qiling. Limon bir xil bo'lsin. Transheyani bu yoqqa qilingda 2 yil tursin, 2 yildan keyin bu tomonga oling. Bir xil qilib qo'ymang. Mana bu limonariyada unaqa qilmaganmiz. Bu yerda transheya yo'q. Dumaloq lunkani qilib ketaverdik. O'rtada pechenniga o'xshab rombik bo'lib qoldi. O'sha rombikka bir kili aravadan, bir g'altak aravadan go'ng solib chiqdik. Go'ng solib chiqdikda 20 kun qoldirib turib, ustini somon bilan mulchaladik. Keyin mana shu yerdan suvni berdik. Nimaga go'ng 20 kun turish kerak degan savollarga nariyada gaplashamiz. Endi ikkinchi kategoriya o'rta o'sinovdan ham tushunib oldikmi? Menda savol borda. Bering. O'sha o'rta qaroqchi novdayizdan qanaqa yana shoxlar chiqadi, shunga aytib o'tib keting. Ha. Juda ham zo'r savol. Shu mana
qaroqchi novda dedik. Nimaga endi qaroqchi novda? Jargonda ko'cham tilida qaroqchi novda.